Baxtiyor aka, jigar. Nimadandir baxtli bo'lishni bilmayotgan bo'lsangiz oxir paytlar. Aynan mana shu BV 5-seriya 530 ay bosib olsangiz, ishoning, ancha o'zingizni yana ham baxtiyor his qilasiz. Sizda aql ko'payib ketdi. Oldinga nisbatan kuchayib ketdingiz. Uni ustiga bu 520 ay emas, 530 ay. Ot kuchi ham ko'proq va qimmatroq yuradi. Bu haqiqiy nemis ziborka. Hozir shuni avtosalondan olaman desangiz $115,000 turadi. Seriyozno aytaman, xohlasangiz surishtirib ko'ring. Atigi 9000 probeg, 2024-yil, oldi orqa obves bamperli M5 qilingan. Bilasiz, shunga ham palon pul sarflanadi. Keyin Bowers Wilkin akustika sistema. Ko'ryapsizmi? Moshni chiqaradi. Keyin ham barmoqda boshqaradigan jestlargacha bor. Head-up display, ham joystiklari, skorslari, xrustalli. Keyin lyuki ham ochiladi. i5larda ochilmaydi-yu, prosta bo'ladi-yu, bunda ochiladiganligi qora patologli. 9000 probeg 2024-yil, срочный 71900 ga bosib olsangiz bo'ladi. Nima ziborka, maza qilasiz. Mana shu orqa eshikda qarang. Taqillatib chiqarilgan joyi bor ekan. Keyin rasmni ham ko'rsatiladi. Men o'zim ham ko'rdim. Voy dedim, shunga shunchami dedim. Mana kapotni uchida tomiga qayrilgani uchun kapot qo'yib yuborgan ekan. Chiqara olmaganman bilmayman. Mana bu kriloni oldi qismida kichkina petno joyi bor. Rasmini ham ko'rsatiladi. Shoni mashina zato 2024 9000 probeg. Like bosib qo'yindi. Baxtiyor aka jigarlarga tarqatib qo'yib, puliz bo'lsa bosib yuboring. Rosa ham yumshoq mashina, bilasiz.